İşimizde başlaymayız hürmetli vatandaş. Endiki mavzu sizlerge tapşırdığınımız mundaq. Bugünkü ıslaq 2023 yıl 6. ayının 17. günü. Hepteki şembe vatandaş. Yukarıdan devamı yukarı leksiyanın. Ne dedik? Prezident Joe Biden bilen Reis Xi Jinping o'tgan yil 11 ayının 15-16 günü Indonezya'nın Bali aralığında görüşkenden, sözleşken ve pişken meseleler bo'yicha hazır Devlet İşleri Katibi Antony Blinken tunji qatim Jungoni ziyorat qilyapti. CNN mundaq ko'rsatdi. Amerika saylam davriga kirganda Jungo to'g'risida qattiq qo'l bo'ladiganligini Jungo taraf obdan biladi. Jungoga qattiq qo'l muomala qilish Amerikada hozir ikki partiyaning o'rtaq turmushi bo'lib shakllandi. Avam palatasi Jungo masalasi alayida komitetining a'zosi Richard Torres Demokratlar partiyasi mansubi mundaq dedi. Növbətki Jungo bilan bo'lgan aloqa munosabatlar bo'shligi afat yuz berish faqat birli xato hukm qilish, faqat birli xato tushunish oralig'idagi bo'shliqdir. Demak, hozir bundan Jungo Amerika o'rtasidagi munosabatning xil ustidagi munosabat Uyg'ur tilining tasvirlash stilistikasi bo'yicha esa hozir Amerika Jungo o'rtasidagi munosabat taraqqiy qilib jiriklashib xil ustidagi munosabat girdobiga keldi degan gap. Qarang, yana bir anglab o'tadi vatandosh. Avam palatasi Jungo masalasi alayida komitetining a'zosi Richard Torres Demokratlar partiyasi mansubi mundaq dedi. Navbatdagi Jungo bilan bo'lgan aloqa munosabatlar bo'shligi afat yuz berish faqat birli xato hukm qilish, faqat birli xato tushunish oralig'idagi bo'shliqdir. Amerika Davlat bexatarlik komitetining sodiq mas'uli terroristlarga zarb berish bo'yicha davlatning muavin bexatarlik maslahatchisi Zak Cooper mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo o'rtasida faqat 6 oylik bo'sh vaqt qoldi. Allah vatandosh, buni yana bir o'qib o'tay anladingizmi? Amerika Davlat bexatarlik komitetining sobiq mas'uli terroristlar zarb berish bo'yicha davlatning muavin bexatarlik maslahatchisi Zak Cooper mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo o'rtasida faqat 6 oylik boş vaqt qoldi. Allah. Yil oxiri 12 ay bilan kelar yili 1-oyga yetib kelganda Tayvanda o'tkaziladigan saylam va Amerikada o'tkaziladigan saylam oralig'iga yetib kelganda Amerika Jungo munosabatida har qanday ilgirlash bo'lmaydi. Va hatto har qanday ahamiyatli yig'in va suhbatmi bo'lmaydi. Yani bir xabar vatandaş, Devlet İşleri Katibi Beijing'in nima ishlar to'g'risida suhbatlashadi? Amerika yana nima ishga cho'ng umidda bo'lolmadi? Mavzuli xabar 6 ayning 16 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshladi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar katibi Antony Blinken 18 kunidan 19 kunigacha Beijingni ziyorat qiladi.
Amerikanın yuqori darajalik amaldorlari 6 ayning 14 kun ta'kidlab bundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning bu qatim Junguni ziyorat qilishining asosiy nishoni kriz yuz berganda taqobil turadigan aloqa munosabat punktisi qurish xatarni pasaytishdan iborat. Lekin bu amaldor büsüş hosil qilishni to'la umid qilmaydiganligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayoniga asoslanganda Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Junguni ziyorat qilishi 3 nishonni o'z ichiga oladi. Aloqa yo'llarini ochishni, Amerika-Jungu munosabatida mas'uliyatchan boshqarish bo'lishni va buni muhimligini muhokama qiladi. Aqsaray Davlat bexatarlik komiteti endi Tinch okean siyosatini moslashtirish amaldori Kurt Campbell chorshanba kuni Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Junguni ziyorat qilishi to'g'risida o'tkazilgan telefon yig'inida mundaq ko'rsatdi. Aloqa munosabat yo'llarini qurish intayin muhim. Soğuk munosabatlar urush davrida biz intayin önümlü bir punksiya qurdik. Tasodifiy to'qinish va jiddiy kriz paytlarda aloqalashib turdik. Men odillik bilan so'zlasam, biz Jungu bilan bundaq ishlarni qilib bo'la olmadik. Jungu bundaq punksiya qurishni qabul qilmayotdi. 4 ayning 1 kun Kurt Campbell shundaq degan edi, men sizlarga topshirdim. Bugun bu so'z yana bir qatam takrorlandi 6 ayning 17 kunida. Shunga qaraganda bu so'zni takrorlash va bu so'zni qayta tilga ilish sizga bizga Jungu vaziyatining sada qandaq vaziyat ekanligini taraqqiy qilib, qaysi nuqtaga yetib kelganligini simvolli xarakterda aytib berdi vatandosh. Biz o'tgan shuni tahlil qilgan to'q, shuni so'zlagan to'q, sizlar bugun yana keldi bu gap. Demak, punksiya krizisni bir taraf qilish, punksiyasi aloqa munosabatda bo'lish, har qanday xatarning oldini olish. So'q munosabatda urush davrida shunday qildik, bugun ham shunday qilaylik dedik, lekin Jungo bizga yaqin kelmayotdi, bizning bu takliflarimizni qabul qilmayotdi.